Hop, darsimizni video yozuvini YouTube'ga joylab boryapman. Silkasini tashlab qo'yaman kanalga. Hop, demak, bugungi mavzuyimiz ekub va ekuk. O'tgan darsimizda sonni tub ko'chlarga ajratish, kanonik yoyilma, sonning natural bo'luvchilar soni, sonning tub bo'luvchilar soni haqida gaplashgandik. Endi bugungi mavzuyimiz sonning ekub va ekuki. Hop, birinchi tushuncha o'zi ekub nima? Ekub eng katta umumiy bo'luvchi. O'zi umumiy bo'luvchi deganda A va B butun sonlarning ikkalasi uchun bo'luvchi bo'la oladigan sonlar tushuniladi. Masalan, A va B ikkita butun son oladigan bo'lsak, misol uchun 24 va 48. Bular uchun umumiy bo'luvchilar misol uchun bo'lishi mumkin 2 yoki 4 yoki 6 yoki 8. Bular yoki davom ettirishimiz mumkin 12, 24. Bular umumiy bo'luvchilar hisoblanadi. Endi mana shularning ichida eng kattasi mana bu 24 bizda ekub hisoblanadi. Ya'ni qoidasiga, ta'rifiga asosan ekub eng katta umumiy bo'luvchi. Ya'ni mana bu ikki son uchun bo'luvchilar orasidan biz eng kattasini olamiz va mana shu ekubga teng bo'ladi. Hop, buni biz misollar orqali ko'rib chiqamiz. Misol uchun bizga ikkita son berilgan. 24 va aytaylik 88 sonlar. Mana shu ikkita son uchun ekub toping deyapti. Hop. Ya'ni ekub 24 va 88 uchun mana so'ralyapti. Ikkalasini uchun ekub topishda nima ish qilamiz? Dastlab ikkalasini yozib olamiz. 24 va 88 ni. Esimizda bo'lsa, sonni tub ko'paytuvchilarga ajratish mavzusida ko'rib chiqqandik. Mana bu chiziq tortib, tub sonlarga bo'lishda. Endi ekub topishda biz birdaniga ikkala sonni ham bo'lib ketamiz. Mana bu o'ng tomonga yozadigan tub sonimizga. Hop, tub sonlar jadvalida eng kichigi 2, ya'ni 2 ga bo'lishdan boshlaymiz. Ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. Mana shu tub son tanlashda e'tibor beramiz. Ikkalasi bo'linadigan tub son tanlash kerak. Hop, ikkalasi bo'linadi 2 ga. Bo'lsak 12, bo'lsak 44. Chiqqan natijalarda har bir sonimizni pastiga yozib ketaveramiz. Hop, endi 12 bilan 44 yana 2 ga bo'linadi. Hop, chiqadi 6, bu yoqdan 22. Hop, bular ham yana 2 ga bo'linadi. 3 va 11. Oxirida 3 bilan 11 soni hosil bo'lyapti. Endi bu sonlar 2 ga bo'linmaydi, 3 ga ham bo'linmaydi. Endi bo'linuvchimiz 3. Eng maksimum mana shu bo'linuvchigacha tub son qarashimiz mumkin. Misol uchun 5 ga bo'lib qo'ymaymiz, chunki bu 3 soni 5 dan kichik. Shuning uchun mana shu yerda bo'lishni to'xtatamiz va chiziq tortamiz. Mana bu o'ng tomondagi sonlarning ko'paytmasi, ya'ni 2 ko'paytirilgan 2, ya'ni 3 da 2, ya'ni 2 ning kubi bizda ekubni anglatadi. Xo'p, misol uchun yozib chiqadigan bo'lsa ham shu narsaga to'g'ri keladi. Ya'ni 24 va 88 uchun bo'luvchilar. Misol uchun ikkalasi bir vaqt o'zida 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi. Hop, 8 ga bo'linadi. Hop, boshqa son yo'q. Mana shu qatordagi eng katta umumiy bo'luvchisi, ya'ni ikkalasi ham bir vaqt o'zida bo'linadigan eng katta son bu 8. Shuning uchun ekub 8 kelib chiqyapti. Mana shu tartibda ekub topishimiz mumkin. Hop, yana bitta misol ko'rib chiqamiz. Hop. Masalan, 100 va 140 sonlariga ekub ko'ramiz. Hop, nima ish qilamiz? Tub ko'paytuvchilarga ajratamiz ikkalasini. Dastlab eng kichik tub songa bo'lishdan boshlaymiz. 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bunisidan 50, bunisidan 70 hosil bo'ladi.
Endi yana 2 ga bo'lamiz. 35 va hop 25. Endi bular 2 ga bo'linmaydi. 2 ga bo'linmaydi. Hop, keyingi tub son 3. 3 ga ham bo'linmaydi 25. Nechiga bo'linadi? 5 ga bo'linadi. 5 ga bo'ladigan bo'lsak 5, bu yoqda 7. Mana bu oxirida 5 bilan 7 tushyapti. Endi bular misol uchun 2 ga bo'linmaydi, 3 ga ham bo'linmaydi, 5 ga ham bo'linmaydi. Demak, bular oxirida umumiy bo'luvchisi yo'q bularni. Ya'ni bular 5 bilan 7 o'zaro tub sonlar. Hop, bu tushunchaga keyinroq qaytamiz. Ya'ni o'zaro tub tushunchasiga. Hozircha mana shu ikkalasi bir vaqt o'zida tub songa bo'linmay qolsa to'xtatamiz. Mana shuni o'rganib tursak yetadi hozircha. Hop, endi hosil bo'lyapti bizda 2 ta 2 va 1 ta 5. Demak, e kubimiz teng bo'lib qoladi. 100 va 140 sonlari uchun 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 5 ga. 2 ning kvadrati 4, 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 20. Demak, 100 va 140 sonlari uchun e kub hop 20 ekan. Hop, yana bitta misol ko'raylik. Hop, misol uchun 18 va 80 sonlariga biz e kub ko'ramiz. E kub toping. Hop, mana bu 18 yozamiz, yoniga mana 80 ni yozamiz. Dastlab eng kichik tub songa bo'lishdan boshlaymiz, ya'ni 2 ga bo'lamiz. 18 2 ga bo'ladigan bo'lsak 9, 80 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 40. Hop, endi qaranglar, mana shu joyda 90 bilan 9 bilan 40 ikkalasi bir vaqt o'zida hech qaysi tub songa bo'linmaydi. Misol uchun 2 ga bo'linmaydi. 3 ga ham 3 ga bittasi bo'linadi, lekin ikkinchisi bo'linmay qoladi. Biz mana bu joyga misol uchun yozayotgan sonimiz ikkalasi uchun ham bo'luvchi bo'lishi shart. Bittasi bo'linib, bittasi bo'linmay qolsa, unda bo'lmaydi. Unaqa sonimiz yozish mumkin emas. Demak, ikkalasi uchun umumiy tub son hozircha yo'q. Ya'ni 2 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'linmaydi, 5 ga ham bo'linmaydi bu ikkalasi bir vaqt o'zida. Hop, 7 ga ham bo'linmaydi. Endi 7 dan keyingi tub sonimiz 11. Endi 9 dan oshib ketyaptimi? Demak, to'xtatish kerak. Bo'ldi. Demak, e kub 2 ga teng ekan. Demak, e kub 2 ga teng turib, yozib qo'ysak bo'ladi. Hop. E kub tushunarli bo'lyaptimi? Shuni oxirgi kanalga tashlagan rasmimni kommentga ham yozib yuboringlar. Agar tushunmayotgan bo'lsanglar, boshqatdan tushuntirib beraman. Kanalga oxirgi tashlangan o'sha rasmni tagiga yozsanglar bo'ladi. Tushunayotgan bo'lsanglar davom etamiz. Hop, endi o'zaro tub son degan tushunchani hozir ko'ramiz deb aytib ketdim. O'zaro tub son tushunchasi nima? Hop. O'zaro tub son. O'zaro tub sonlar umumiy bo'luvchisi faqatgina 1 bo'lgan natural sonlar tushuniladi. Masalan, 9 bilan bo'lishi mumkin 20 soni. Bular bir vaqtni o'zida faqatgina 1 ga bo'linadi. Bularning umumiy bo'luvchisi faqatgina 1. 2 ga bo'linmaydi, misol uchun 3 ga ham bo'linmaydi. 3 ga bittasi bo'linadi, lekin ikkinchisi bo'linmaydi. Biz qoida bo'yicha nima dedik? Umumiy bo'luvchisi faqatgina 1 bo'lgan sonlar juftligi o'zaro tub sonlar. Ya'ni ikkalasi ham biz tanlayotgan sonimizga bo'linishi kerak. Misol uchun 9 3 ga bo'linadi, lekin 20 3 ga bo'linmaydi. Shuning uchun 3 ga ham ololmaymiz. Xo'p, 4 ga ham bo'linmaydi 9imiz, 5 ga ham bo'linmaydi, 6 ga ham, 7 ga ham, 8 ga ham bo'linmaydi. 9 9 ga bo'linadi, lekin 20 soni 9 ga bo'linmaydi. Demak, umumiy bo'luvchisi faqatgina 1 bo'lgan sonlarimiz, sonlar juftligini biz o'zaro tub sonlar deyishimiz mumkin. Endi mana shu e kub topishda ham e'tibor bergan bo'lsak, hosil bo'lyapti 5 va 7. Hosil bo'lyapti 9 va 40. Demak, mana shu sonlarimiz o'zaro juft sonlar. Chunki bularga biz umumiy bo'lish topolmayapmiz. Masalan, bu yerda son yo'q. Bu yerda ham bitta son topolmadik. Xo'p. Demak, e kub topishda biz mana bu chiziqda tortar ekanmiz. Qachon? Mana shu oxirida o'zaro tub sonlar juftligi hosil bo'lganda. Mana shu ikkita o'zaro tub sonlar juftligi hosil bo'lyapti. Bo'ldi. Bo'lishni to'xtatamiz va chiziq tortamiz. Misol uchun
Yana bitta misol ko'rib qo'yaylik. Hop, masalan 18 va 60 ga e kub toping. Mana shu misolni ko'ramiz. Hop, misol uchun 18 va 60 ni yozamiz. Ikkalasini tub ko'paytirishlarga ajratishni boshlaymiz. 2 ga bo'linadi ikkalasi ham. Bo'lsam 9, bo'lsak 30. Hop, 2 ga bo'linmaydi. Hop, keyingi tub songa o'tamiz, ya'ni 3 ga bo'linadi. 9 3 ga bo'lsak 3, 30 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 10. E'tibor beringlar, mana bu yerda 3 bilan 10 o'zaro tub son chiziq tortamiz. Chunki 3 bilan 10 uchun umumiy bo'luvchi faqatgina 1. Bular ikkalasi bir vaqt o'zida birdan boshqa songa bo'linmaydi. Shuning uchun bo'lishni to'xtatdik. Va mana bu o'ng tomonda hosil bo'layotgan 2 va 3 sonlarining ko'paytmasi bizda e kubga teng bo'lib qoladi, ya'ni 6. Demak, 18 va 6 uchun e kub quyidagicha yoziladi. E kub deb turib, mana 18 bilan 60 ni nuqtali virgul bilan qavsga olamiz va teng 6. Mana shu narsa 18 va 60 ning e kubi 6 ga teng deb o'qiladi. Hop. Mana shu bilan e kub mavzusi tugadi. Endi keyingisi e kub. E kub nima? E kub eng kichik umumiy karrali. Ya'ni eng kichik umumiy bo'linuvchi deb qo'yaylik mana shuni. Ko'pchilik karrali qavsiga eng kichik umumiy bo'linuvchi. Eng kichik umumiy bo'linuvchi. Misol uchun o'zi umumiy bo'linuvchi nima? Birinchi narsani shuni olishimiz kerak. Masalan, ikkita son berilyapti. Hop, misol uchun ikkita son berilyapti. 4 va 9 deylik. Shu sonlarni ikkalasiga ham bo'linadigan, mana ta'rifga ko'ra a va b butun sonlarning ikkalasiga ham bo'linadigan son shu sonlarning umumiy bo'luvchisi deyiladi. Hop, biz tanladik 4 va 9 sonini. Ikkalasiga ham bir vaqt o'zida bo'linadigan son umumiy bo'linuvchi hisoblanadi. Mana bu yerda bo'luvchi bo'lib qolibdi. Bo'linuvchisi deyiladi. Hop, misol uchun 4 va 9 ni oladigan bo'lsak, bularni umumiy bo'luvchisi bo'lishi mumkin 36. 36 soni 4 ga ham, 9 ga ham bo'linadi. Yoki bo'lmasa 72. 72 soni ham 4 ga ham, 9 ga ham bo'linadi. Yoki bo'lmasa 144 soni 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'lganimizda adashmasam 36 chiqadi. 9 ga bo'lganimizda hop 16 chiqadi. Ya'ni mana bu sonlar 4 va 9 uchun umumiy bo'luvchi hisoblanadi. Endi mana shu ketma-ketlikdagi eng kichigi, ya'ni 36, mana shu sonlar uchun ekuk hisoblanadi. Chunki ekuk nima? Ekuk eng kichik umumiy karralisi yoki eng kichik umumiy bo'linuvchisi. Ya'ni ikkala sonimizga ham bo'linyapti va u eng kichik qiymat bo'lishi kerak va u 36 ga teng. O'zi ekuk mana shundan kelib chiqqan. Endi ikkita son berilgan bo'lsa, ular uchun ekukni qanday hisoblaymiz? Masalan, hop, misol uchun berilgan bo'lsa bizga 15 va 30 sonlari. Bularni bizdan sonlar uchun mana savol 15 va 30 uchun ekuk toping degan savol beradigan bo'lsa, buni ham tub ko'paytirishlarga ajratishimiz kerak. 15 bilan 30 ni yozamiz. Hop, tub sonlarga ketma-ket bo'lib chiqamiz. Birinchi o'rinda 2 ga bo'linadimi? Yo'q, 30 bo'linadi, lekin 15 bo'linmaydi. Demak, 2 ga bo'linmadimi? Keyingi tub songa o'tamiz. Keyingi tub sonimiz 3. 15 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 5, 30 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 10. Endi 5 va 10imiz 10 sonlari 5 ga bo'linadi va hosil bo'ladi bizda 1 va 2. Endi e'tibor beramiz bitta joyiga. Bo'lish mana bu oxirida ikkala tomonimizda ham, bu tomonda ham, bu tomonda ham
bir qolguncha davom etadi. Endi ikkalasi birdaniga bo'linishi shart emas mana bu joydan bu yog'iga. Chunki bu yog'i 3 bilan 5 turibdi. Bu bizda nimani anglatadi? Bu bizda e kubni. Hop, e kubni anglatadi. Endi davom ettiramiz. Misol uchun 1 va 2 qoldi. Hop, tub sonimiz, eng kichik sonimiz 2. 2 2 ga bo'linadi, bu 1. Demak, ikkala tomonda ham 1 qoldi. Mana shu yerda to'xtaydi endi. Endi biz mana bu chizig'imizni o'ng tomonidagi jami sonlarni agar ko'paytiradigan bo'lsak, endi bu bizda e kubga teng bo'lib qoladi. Demak, e kub hop 15 va 30 uchun 3, 5 va 2 sonlarning ko'paytmasi. Ya'ni 30 ga teng ekan. Demak, 15 va 30 uchun eng kichik umumiy bo'luvchi 30 ga teng. Hop, mana shu tartibda misollarni ishlaymiz. Hop, yana bitta misol ko'raylik. Hop, misol uchun 24 va 36 sonlari uchun e kub toping. Mana shu savol berilayotgan bo'lsa bizga nima ish qilamiz? Birinchi o'rinda sonlarimizni yozib olamiz. Ikkalasini kub ko'paytirishlarga ajratishni boshlaymiz. Dastlab 2 ga bo'lamiz. 12, 18 hosil bo'ldi. Bular yana 2 ga bo'linadi. 6 va 9. Endi bular 3 ga bo'linadi. 2 va bu yoqda 3. Mana endi 2 va 3 bular o'zaro tub sonlar. Bular ikkalasi bir vaqtda o'zida hech qaysi tub songa bo'linmaydi. Bularning umumiy bo'luvchisi faqatgina bir, chunki bular o'zaro tub sonlar. Mana shu yerdan bitta chiziq torsam, mana bu narsa bizda nimani anglatadi? Bu e kubni anglatadi. Agar mana bu 2 va 3 ni yana maydalashda davom etsam, 2 ga bo'laman birinchi o'rinda, 1 qoladi. 3 2 ga bo'linmaydi, shuning uchun 3 ni o'zini olib tushaverasiz. Keyin 3 ga bo'lamiz, 1 o'zi tushaveradi, 3 ni 3 ga bo'lsak 1. Demak, ikkita 1 qolganda chiziq tortamiz va endi mana bu umumiysi bizda e kubni anglatadi va bu 2 ning kubi va 3 ning kvadratiga 8 ko'paytirilgan 9 ga teng. Demak, bu 72. Hop. Keyin bitta narsa, ko'pchilik sal boshqacharoq o'rgangan bo'lishi mumkin. Ya'ni qanaqa? Mana bu oxirida ikkita o'zaro tub son hosil bo'lsa, ko'paytirib qo'yaverasan deb o'rgatishadi. Ko'pchilik ustozlar. Buni bitta yomon tomoni bor bu usulni. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, masalan 24 bilan 36 yozib e kub topish paytida bo'ldik 2 ga, 12 hosil bo'ldi, 18, 2, 9, 6, 3, 3, 2. Mana bu yerda 2 bilan 3 bular o'zaro tub sonlar, to'g'rimi? E kub tanlashda aytishadi. Mana bu 2, 2, 3, ya'ni 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ga. Mana bu 2 bilan 3 ni shuni olib borib ko'paytirib qo'yadigan bo'lsang ham kelib chiqaveradi e kub deyishadi. To'g'ri, kelib chiqadi. Ya'ni 2 ning kubi 3 ning kvadrati. Ya'ni 72 hosil bo'laveradi. Lekin bu narsa xatolikka olib kelib qolishi mumkin. Nimaga? Misol uchun bu faqatgina mana shu qoida faqatgina ikkitalik sonlar uchun e kub tanlashimizda ishlashi mumkin, to'g'ri chiqishi mumkin. Lekin uchtalik sonlar bo'ladigan bo'lganda bu narsa ko'pincha xatolikka olib kelib qoladi. Buni offlaynda o'quvchilarimga ko'rsatib isbotlab berganman, esimizda bo'lsa agar. Hop. Ya'ni biz faqatgina ikkita son uchun e kub va e kub topmaymizda. Misol uchun biz topishimiz mumkin 3 ta son uchun yoki 4 ta son uchun yoki 5 ta son uchun ham topishimiz mumkin. Misol uchun yozishim mumkin. Mana bu yerga 24, 36, hop. 4 kere 12, 4 kere 3 12, 12 ga 4 qilsak. Mana bu yerga 48 yozamiz. Misol uchun qaranglar. Bo'lamiz 2 ga. Biz 24, 36, 48 uchun hozir e kub topmoqchimiz. Tub ko'paytirishlarga ajratishimiz kerak. Dastlab 2 ga bo'lamiz, bo'lsak 12. Bo'ladigan bo'lsak 18. Bo'linishini bo'lsak 24. Yana 2 ga bo'linadi. 12, 9, 6. Endi bu uchalasi bir vaqt o'zida 3 ga bo'linadi. Hop, 3 ga, 6 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 2, 9 ni 3 ga bo'lsak 3, 12 ni 3 ga bo'lsak 4. Ko'pchilik mana shu yerda bitta chiziq tortibdi. Bo'ldi, tugadi deydi-da. Misol uchun
2, 3, 4 bir vaqt o'zida hech qaysi songa bo'linmaydi-ku. Masalan, 2 ga bo'linmaydi bir vaqt o'zida hammasi. Misol 3 bo'linmay qoladi orada. Mana shu joyda ko'pchilik xato qiladi. Mana bu 2 ko'paytirilgan 3, ya'ni 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ga ko'paytiradi. Mana bu pastda hosil bo'lgan 2, 3 va 4 ni. 2, 3 va 4 ni. Hop, demak bu 2 ning kvadrati 4, 4 kare 3 12. 12 ni 2 ko'paytirsak 24, 24 ko'paytirilgan yana 12. Hop, ko'paytirib chiqadigan bo'lsak 48 va 24. Natija 288 chiqyapti hozir. Hop, bu natijani eslab qolamiz. Hozir endi o'zimizni oddiy usulimizni ishlab chiqamiz. Ya'ni ikkinchi usul. Mana shu ikkinchi usul to'g'ri variant hisoblanadi. Misol uchun 24, 36, 48 bo'lamiz. Masalan, eng birinchi bo'lib 2 ga. 2 ga bo'ladigan bo'lsak 12 chiqadi. 36 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 18, 48 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak bizda 24 hosil bo'ladi. 2 ga bo'lamiz yana 12, 9, 6. 3 ga bo'lamiz 2, 3, 4. Mana shu joyda chiziq tortishimiz mumkin. Chiziq tortganimizda mana bu chiziq tepasi bizda kubni anglatadi. Chunki 2, 3, 4 sonlari bir vaqtning o'zida hech qaysi tub songa bo'linmaydi. O'shaning uchun mana shu yerda bo'lish to'xtatib, yuqoridagi qismni kub deb olishimiz mumkin. Endi kub topishimiz kerak biz hozir. Nima ish qilamiz? Xo'p, yuqorida mana bu sonlar ketmaganligini bu yoqqa ko'paytirib qo'ydik. O'shanda 288 chiqdi. Endi u usul xato dedim. Endi o'shani isbotlaymiz hozir. Xo'p, bo'lamiz 2 ga. 2 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam 1, 3 ni 2 ga bo'lanmayman. 3 o'zi tushaveradi. Agar mana bu sonimiz bo'linmayaptimi, bu yozgan tub sonimizga. Shunda o'zini tushiraveramiz. Agar 7 turganida 7 o'z holida kelaveradi. Yoki 9 bo'lganda 9 ni pastga yozib ketaveramiz. Xo'p, 4 2 ga bo'ladigan bo'lsak 2. Bo'linsa bo'lib yozaverasizlar. Xo'p, endi shu mana bittasidan bir hosil bo'ldi. Endi 2 bilan 3 turibdi. Endi bularni masalan 2 ga bo'lsa, mana bu 2 ham bo'linadi 2 ga va 1 qoladi. 3 2 ga bo'linmagani uchun mana 3 yozildi. Endi bo'lamiz 3 ga. Hop, mana bu 3 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 1. Demak, hamma qatorda 1 hosil bo'ldi. Endi kelinglar mana shu hammasini ko'paytirib chiqaylik. Mana shunda bizga nima hosil bo'ladi? Kub hosil bo'ladi, to'g'rimi? Bizda kub 2 ning 4-si 3 ning kvadratiga teng bo'ladi. 2 ning 4-si bizda 16, 3 ning kvadrati 9. Endi buni ko'paytiradigan bo'lsak 144. Endi e'tibor berdinglar, bundan oldingisida 288 chiqqan. Endi bunisida 144 chiqyapti. Mana bu xato. Sabab biz mana bu yerda 2 bilan 4 o'zaro tub bo'lmasa ham buni o'zaro tub son sifatida olib ketib, bu yoqqa ko'paytirib qo'ydik. Xato mana shu yerda bo'ldi. O'shaning uchun har doim 3 talik yoki 4 talik sonlar juftligiga kub topishda e'tibor beramiz. 3 talik sonlar uchun kub topishda mana bu oxirida 1 qolguncha bo'lishni davom ettiramiz va mana bu o'ng tomonda hosil bo'lib turgan tub sonlarni ko'paytirib kub topamiz. Har doim mana shu usuldan foydalaninglar. Mana shu usul hech qachon adashtirmaydi. Demak, kub mavzusi shu. Xo'p, kub bo'yicha savollar bormi? Kubga agar tushunmagan joylar bo'ladigan bo'lsa, yozib yuboringlar, tushuntirib beraman. Xo'p, kub tushunarli bo'ldimi? Xo'p, shuni oxiriga tashlagan rasmni tagiga yozib yuboringlar. Xo'p, yaxshi tushunarli bo'lgan bo'lsa davom etamiz. Endi eng asosiy yana bitta formula bor. Buni eslab qolishimiz kerak. Misol uchun, ikkita son uchun biz topishimiz mumkin ekan. Kub va kub. Mana shu ikkita son uchun. Xo'p, ikkita son juftlik, mana shu sonlar juftligi uchun, ya'ni A va B uchun topilgan kub va ular uchun topilgan kublarning ko'paytmasi o'sha sonlarni o'zlarini ko'paytmasiga teng. Mana shunaqa bitta formula bor. Mana shuni yodlab olasizlar. Xo'p, misol uchun 12 va 18 sonlarini olaylik. Hozir mana shu narsa formula isbotlaymiz endi. Xo'p, 12 va 18 uchun birinchi kub topib olamiz. 2 ga bo'linadi 6, 9, 3 ga bo'linadi 2 va 3. Bo'ldi, oxirida ikkita o'zaro tub son hosil bo'ldi. Demak, kubimiz 6 ga teng ekan. Demak, kub 6. Endi davom ettiramiz. 2 ga bo'lamiz. 2 ni 2 ga bo'lsak 1. 3 2 ga bo'linmaydi, o'zi tushadi. Endi 3 ga bo'lamiz. 1 hosil bo'lyapti mana ikkita.
va bo'lish tugatildi. Demak, mana shu tomonda, mana chiziqning o'ng tomonida 2 ning kvadrati, 3 ning kvadrati, ya'ni 4 karra 9, 36 soni hosil bo'ldi. Bu 36 nima? Bu 36 bizga e kub. Endi mana bu formaga borib qo'yadigan bo'lsak, sonning e kubini, ya'ni ikkita sonning kubi va e kubining ko'paytmasi sonlarni o'sha ikkita sonni o'zini ko'paytmasiga teng degan formula berdik. Masalan, 6 bilan 36 ni ko'paytmasi 12 bilan 18 ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak ekan. 6 ni 36 ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 216 hosil bo'ladi. Xo'p, 12 ni 18 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 216 hosil bo'ladi. Demak, mana shu formulamiz to'g'ri ekan. Demak, mana shu formuladan ham foydalanishimiz mumkin. Bu formula qachon ishlaydi? Bizga savol beriladi. A va B sonlarining ko'paytmasi deydi. Misol uchun 216 ga teng. Agar e kubi 6 ga teng bo'lsa, e kub topilsin deb qo'yamiz. Ko'pchilik o'ylanadi, mana shu yerda A va B sonlarni o'zi noma'lum-ku, ular uchun qanaqa topaman deydi. Mana shu joyda sirasi formulaga qo'yish kerak. Ikkita sonning ko'paytmasi A karra B ularning e kub va e kublar ko'paytmasiga teng edi. Masala shartiga ko'ra ikki sonning ko'paytmasi 216 ga teng deb qo'ygan. Masalan, 216 teng bo'ladi e kub ko'paytirilgan, ya'ni e kubni beryapti 6 e kub ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan e kub. Demak, bizdan nima so'ralyapti? E kub topiladi. Mana bu e kub so'ralyapti. Demak, 6 ni shundoq bu yoqqa bo'lish qobiliyati degan bo'lsak, e kub kelib chiqadi. E kubimiz 36. Mana shunga o'xshash masalalarda mana shu formula juda ham kerak bo'ladi. Buni eslab qolishimiz kerak. Xo'p, demak, bugungi e kub va e kub mavzusi shular. Endi oxirgi raqam topish. Xo'p, hozir shuni Telegramda tunasam. Zapsiga qarab qo'yib videoni yozyapman.